Salom, men bo'lajak keliniz Qulupnay oyman. Biz yerda o'sadigan mevalarni kelin qilmaymiz. Ammo ona, biz u bilan yaxshi ko'rishamiz. Yo'q, biz senga osmonda o'sadigan shaftolixonni olib beramiz. Shaftolini juni bor, oyi, menga yoqmaydi. Oyi, ular meni kelin qilmas ekan. Ular shaftolixonni kelin qilmoqchi. Xavotir olma. Seni o'zim doktorga olib borib, shaftoli qilaman. Sizdan shaftoli yasasak bo'ladi. Ish qilib operatsiya yaxshi o'tsin-da. Bo'ldi, qilinglar, shu meva-chevani serialini ko'rpam yig'laydim odam. Seni hayotingdan ham qiziq bu serial. Qulupnayning yangi qismini ko'rdingizmi? Yo'q, men anu James Jack qizlarini ko'rdim. Qulupnayni ko'rish kerak, nokka tegmayapti, shunaqa qiziq bo'lyapti. Nok olib keluvdim, yemaysizlar? Yemaymiz. Bu juvonman Qulupnayga kim bermagan. Yemaymiz. Voy, oyijon, internetim o'chib qoldi. Voy, menda bu endi nima qilamiz? Baqirmaylar, to'layapman. Eng zo'ri Beeline endi. Oila Ultra Plus va Oila Mega Plus tariflarida bepul smartfon bor. Kino va musiqa xizmatlaridan foydalanish mumkin. Shuningdek, bepul ilovasi bor. U yoqda siz 50 million so'mgacha foizsiz pul o'tkazishingiz mumkin. Har doim yechimini topasan-da. Ertaga o'z bepul smartfonimni olib ketaman. Qulupnay, oy, to'yimiz zo'r bo'lyapti. Ha, juda ham xursandman. Ey xudoga shukr, tugadi bu serial. Yengisi bor oyijon, bodring pomidordan achishib qorilgan. Qarang. Ko'rganmanmi buni? Sodalar haqida-chi? Men parashok, sen parashok, lekin nega bu zubnoy pasta bo'lib tug'ildi? Parashok yetmay turuvdim. Qachon qutulamiz bu seriallardan?